Bo'pti singiljon, yaxshi aytib olgan. Ishlarim zarur bo'lmaganda oxirigacha kuzatib qo'yarim. Ayo aka, nima yonoqdingiz? Shotga chopib keldi zo'r. Mayli, yaxshi aytib olgan. Xo'p. Bori vaqt telefon qilgin-a? Men yuborgan saytlardagi videolarni ko'rib chiqdingmi? Ha. Yolg'on hayotda yashayotganingni endi tushungandirsan. Bilmasam. Dildora, nega ikkilanyapsan? Gapirsang-chi. Oilamni tashlab ketishim oson emas axir. Senga tushuntirdim-ku. Bu jannat yo'li. Bu yo'l oiladan ham ustun aslida. Bu seni muslimalik vazifang. Buni ko'pchilik tushunmaydi. Seni tushunganing bu juda katta ne'mat. Hech kimga nima maqsadda ketayotganingni ayta ko'rma. Uydagilarga nima deyman? Turkiyaga o'qishga ketyapman deysan. Faqat samolyotga biletni olib bersangiz bo'ldi. O'qish joyim, turar joy, oziq-ovqat va stipendiyalar bilan ta'minlar ekan deysan. Shunda xursand bo'lishib biletingni ham olib berishadi. Jasur bo'l. Tez taraddudingni qil. Dadasi, bizda xushxabar bor. Qanday xushxabar? Qizimiz chet elga o'qishga kiribdi, Turkiyaga. Rostdanmi? Ha, albatta siz ruxsat bersangiz, dada. Albatta ruxsat beramiz. Ha, onasi? Albatta. Haligi stipendiya, turar joy, oziq-ovqat ta'minlanar ekan, faqat biletimni hal qilib bersanglar bo'ldi. Ana, osongina hal ekan hammasi. Okeyga aytaman. Biletingni olib beradi. O'zi aeroportga olib chiqib kuzatib qo'yadi, qizim. Qanday yaxshi. Katta rahmat sizga. Ana qizim, sen ruxsat berasizlarmi, yo'qmi deb yuribsan. Hammasi osongina bitdi. Endi kerilib yuramiz. Qizimiz chet elda o'qiyapti deb. Alo. Dildora, aeroportdamisan? Ha. Mashalloh. Jasur qizsan. Allohim o'ziga tavakkal qiluvchilarni sevadi. Yig'layapsanmi? Oilamni tashlab ketyapman axir. Sen ularni o'ylama. Chunki sen najot yo'lini tanlading. Buni mukofoti ham jannatdir. Endi meni eshit. To manzilga yetib kelguncha boshqa hech kim bilan gaplashma. Chunki aynituvchilar ko'p bo'ladi. Tushundingmi? Xo'p. Barakalloh. Senga xavf-xatarsiz xayrli yo'l tilab kutib qolaman. Singlim, Ha. yaxshimisiz? Sizni xorijga yaxshi takliflar bilan chaqirishyaptimi? Sizga dinni arkonlarini, najot yo'lini rosa o'rgatishdi, to'g'rimi? Jannat yo'liga chiqqaningizda aytib, rosa maqtovlar yog'dirishyapti. Shunaqami? Opajon, siz bularni qayerdan bilasiz? Soddagina ishonuvchan singlim. Sizni bu holatingiz 6 yil avvalgi o'zimni eslatyapti. Lekin o'shanda meni hech kim ilg'amagan, bu yo'ldan qaytarmagan. Men u yerlarga borib, xorlikni, zorlikni, azobni qanday turi bo'lsa, hammasini ko'rdim. Seni yaxshi ko'raman deb aldashadi. Baxtli hayot va'da qilib, sizni ona yurtingizni tashlab ketishga ko'ndirishadi. Aslida hammasi yolg'on. Bari sarob. Bu faqat mashaqqat va azob yo'li. Jon singlim, bormang.
adashasiz. Haliyam kech emas. Qayting. Bu yo'l sizni yo'lingiz emas. Rahmat sizga opajon. Uyga qaytingizmi?